Rossiyadagi o'zbek parnikchasi. Uy sharoitidagi. Qanday chiqibdi? Bu ko'k piyoz. Hali yana boshqalari ham bo'ladi, ko'rsataman. Hali bular o'ziga kelgan yo'q. Yaxshi jon olgunicha gurgutcho'plarni tiqib qo'ydim. Sababi bular endi o'sadi. O'sishiga agar hozir salafanni yopib qo'ysam, yordam bermaydi. Shuning uchun salgina balandroq qilib, ustidan yana o'zini salafanchasini yopib qo'yamiz. Chiroyli qilib. Issiqroq bo'lib turadi-da. Mana endi gurgutcho'plarni qo'yib, salafancha parnikcha bo'ldi. Uy sharoitidagi parnikcha.